Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, go'zal gul shaydolari. Hammaga xayrli kech. Bugun sizlar bilan birgalikda yana bir tajribani o'tkazish niyatim bor. O'tgan safargi tajribamda 3 ta Alocasia Antoro Velvet zetkasini 3 xil substratga ekib ko'rsatgandim va uni natijasi bilan bo'lishaman degan edim. Afsuski shu tajribam ozgina o'xshamadi, chunki Alocasia Antoro Velvet juda injiq sort. Shu injiq sort bo'lgani uchun tajribani ko'ngildagidek chiqishiga uni injiqligi to'sqinlik qildi. Endi bugun sizlar bilan sal boshqacharoq tajriba o'tkazamiz. U tajribamizda bizani qatnashchilarimiz Alocasia Silver Dragon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, kattagina Alocasia. Bunisida mana ikkita kusti bor. Bunisida bo'lsa bitta kusti bor. Bu Alocasiamiz hozir Xitoydan kelgan gruntda turibdi. Ya'ni yo'l uchun mo'ljallangan gruntda biz buni fitini palivga o'tkazamiz. 3 xil substratga ekib ko'rsataman. O'tgan safargi tajribamda bittasini mineral gruntga, ikkinchisini kokosvitor va uchinchisini moxga ekib ko'rsatgandim. Bugun sal boshqacharoq bo'ladi. Videoni kuzatib borsanglar, qanaqa 3 xil substratga ekib ko'rsatishimni ko'rasizlar. Unda ishimizni boshladik. Ishimizni birinchi bo'lib Alocasialarimizni tuprog'ini tozalashdan boshlaymiz. Chiqarib olamiz, eski tuproqlarini tozalaymiz. Kluben terish jarayoni menimcha hammaga yoqsa kerak. Hamma yaxshi ko'rsa kerak kluben terishni. Meni ham joni dilim. Ildizlarini avaylab ochamiz. Ko'rib turibsizlar, mana ildizlar gashok tagiga yig'ilishni boshlagan. Gashogimizda tagida drenaj teshiklari bo'lgani uchun shu teshiklar orqali doim havo aylanib turadi. Bu gashokda teshik ko'p bo'lgani uchun haddan tashqari havo aylanib gashok tagidagi ildizlarni qurishiga sababchi bo'ladi. Bu qurigan ildizlar keyin bir bo'ktirib suv berilganda chirish paydo qiladi. Mana ildizlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shular qurib keyin chirigan ildizlar, qurib qolgan ildizlar hisoblanadi. O'shaning uchun biz namlikni me'yorda ushlab turadigan substratga o'tkazib berishimiz kerak Alocasialarni. Mana Silver Dragonni ham ildizini tozalab oldik. Juda yuvib tozalab tashamaymiz, chunki baribir gruntga ekiladi. O'shaning uchun juda tozalamadim. Stress qattiq oladi, o'zi shunda ham stress bo'ladi va juda tozalab yuvib tashasam yana ham ko'proq stress oladi. Ikkita kustida mana ikkita kustga ajratdim. Qurigan ildizlarini olib tashladim. Ayrim mana bunaqa qurigan yoki chirishga moyil bo'lgan ildizlar o'zi uzilib tushadi. Mana bular o'sha noto'g'ri sug'orilgandan shikastlangan ildizlar. O'zi yulinib shu persatka jarayonida tushadi. Mana ikkita kustga ajratdim. Endi keyingi Alocasiamizni ham ochib olamiz birato'la. Mana bu ham Silver Dragon. Bu faqat bir kustli. Buni ham ildizlari mana chiroyli holatda. Amplarda ozgina qurish bor, chanqab qolgan, keyin ko'p suv bo'ktirib suv berilgan. Ampdagi ildizlarda ham ozgina qurish bor. Aytgancha birinchi Alocasiamizdan mana shu klubenda chiqdi. Juda serfarzand Alocasia emas bu Silver Dragon. Ko'p kluben bermaydi. Ham buni klubenlari kichikroq ekan. Sababi menimcha buni o'zi kichkina o'simlik, barga ko'p ko'ringani bilan, lekin hali unaqa klubenlarini ko'p rivojlantirmagan ekan. Endi keyingisini ham sekin tuprog'idan tozalab olamiz. Kokos chipsini qo'shishimga sabab bu tuprog'imizni havodorligini oshiradi. Keramzit ham xuddi shunaqa. Keramzit o'rnida penasteplo ham qo'ysanglar, ham yengil, ham havodor qiladi gruntlarni. Bu fitil uchun mo'ljallangan grunt hisoblanadi. Asosi kokos chipsi, kokos surfi va fitil qilib hozir ekamiz shuni. Keyin rezultatini ko'ramiz. Mana tayyor. Gruntimizni tayyorlab oldik. Endi stakanlarimizni tayyorlaymiz. Menga bu gullar uchun iloji boricha turadigan stakan kerak. Gullarimizda ildizlari siqilib tursa tez rivojlanadi, bilasizlar. Alocasialar ildizlari nima siqilib turishi, tor stakanlarni yaxshi ko'radi. 200 gramga sig'dirishga harakat qilamiz. Hozir o'lchab ko'raman, yaxshi kelsa shu 200 gramga solamiz.
Ildizlari biroz uzun. Hammani loyiq kelar ekan. Mana shunga ekamiz. Undan kattasi уже katta, mana ko'rib turibsizmi? Mana shunaqa siqilib o'sishi, tor stakanlarda o'sishi alokaziyalar yaxshi ko'rishadi. Mana stakanlarni tayyorlab oldim. Ikkitasi fitilniy palivda bo'ladi va bittasi zakрытие sistemaga muhga ekamiz. Birinchi alokaziyamizni boya tayyorlab olgan mana shu gruntimga ekib olaman. Ya'ni kokos chipsi aralashgan va keramzit aralashgan gruntimga. O'ta havodor grunt bo'ladi, chunki kokos chipsi yirik fraksiyada. Alokaziyani ildizlari kokos chipsini yaxshi ko'radi. Shu kokos chipsini ichiga kirib o'sishni yaxshi ko'radi. E'tibor bergan bo'lsanglar, Xitoydan kelgan alokaziyalar ham ko'pi yirik fraksiyali torfda bo'ladi va o'sha torfini olganimizda biz ildizlarni, chipslarni, yirik fraksiyalarni ichiga kirib o'sganini ko'rishimiz mumkin. Mana endi sekin gulimizni ildizlarini joylashtirib olamiz. Juda uzun ekan ildizlari. Joylashishi bir qiyin bo'lsa kerak. Soat strelkasi bo'yicha aylantirsak, o'zi sekin stakanimiz ichiga joylashib ketadi. Faqat uni ichiga ozgina torf kirg'izish muammoroq bo'ladi. Mana ildizlarimiz ham joylashib oldi. Endi torfimizni tashlaymiz. Menimcha bu chipsli gruntni, substratni kattaroq stakanga ekiladigan alokaziyalarga tavsiya qilaman. Chunki kichkina mana bunaqa 200 ml stakanda 4 ta chips bilan stakaninglar to'lib qolar ekan. Mana shunaqa tajribalar o'tkazsanglar, qaysi tajriba jarayonida qaysi yaxshi-yu, qaysi yomonligini o'zingizlar ko'rib, sinab bilib olasizlar. Shuning uchun har doim tajriba qilishga qo'rqmaslik kerak. Tuproq bo'shliqlarni ozgina to'ldiramiz. Sababi bu yerda hozir kokos chipsi bor. Shuni hisobiga ham katta bo'shliqlar hosil bo'lib qolishi mumkin. Bunaqa ko'p ezib olmaymiz. Ko'p qiynalmaymiz, lekin katta bo'shliqlarni to'ldirmasak bo'lmaydi. Sababi gulimiz fitildan suv ichadi. Orada katta bo'shliqlar bo'lib qolsa, suvda uzilish bo'lib qoladi. Natijada pastdagi suv tepaga ko'tarilmasdan tepa qismi suvsiz qolib ketishi mumkin. Mana deyarli bo'shliq qolmadi. Endi bo'shab qolgan joylarni yana qaytadan to'ldirib qo'yamiz. Bu substrat tayyorlagan gruntimiz tarkibida perlit ham ko'p, yana keramzit bor. Undan tashqari kokos chipsi bor. Shuning uchun ham bu o'ta havodor substrat bo'ladi. Даже havodorligidan alokaziyani tanasini ushlab tura olmayapti. Ildizlar chiqmasa o'zi yaxshi joylashib ketadi. Ildizlar chiqquncha shu substratimiz amallab alokaziyani ildizini ushlab tursa bo'ldi. Mana tayyor. Boshqa tegishga ham qo'rqaman. Mana qo'zg'atib qo'ysam, yana boshqatdan joylashga to'g'ri keladi. Ozgina kichkina stakanga bu gruntimizni joylash sal qiyinroq bo'lar ekan. Shuning uchun katta stakanga ekayotganda bu grunt zo'r o'rnashsa kerak menimcha. Mana tayyor. Yaxshi joylashdi deb o'ylayman. Endi keyingi gruntimizni tayyorlaymiz. Keyingi gruntimiz o'zim har doim tayyorlab boradigan kokos torfi, perlit, seramis, orasiga yana boshqa zeolit, lechuzapon bo'lsa ham qo'shsanglar bo'ladi. Farqi yo'q. Asosiysi gruntimizni yarmi kokos chipsi, yarmi mineral bo'lishi kerak. Ya'ni 1 ga 1 nisbatda. Masalan, 1 litr kokos torf solsanglar, yana 1 litr unga qo'shib mineral solishingiz kerak. U mineral perlit bo'ladimi, seramis bo'ladimi, lechuza bo'ladimi, zeolit bo'ladimi, hammasini aralashtirasizlarmi, uni farqi yo'q. Asosiysi gruntinglarni 50% ni kokos torfi, 50% ni o'sha sizlar aralashma hosil qilgan minerallaringlar tashkil qilishi kerak. Shu men har doim ishlatib keladigan fitil uchun substrat hisoblanadi. Bu ham yaxshi, ildizlarni juda yaxshi o'stirib beradi. Ildizlar bu substratda yaxshi rivojlanadi va fitilni ishga solganimizda suv o'zida ko'p saqlamaydi. Agar suv o'zida ko'p saqlasa, unda chiriq paydo bo'ladi ildizlarda. Shuning uchun iloji boricha suv o'zida ko'p saqlamaydigan
substrat tayyorlashimiz kerak. Bu ikkinchi substratimiz. Bunda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, kokos chipsi bilan keramzit yo'q buning ichida. Mana tayyor. 1 stakan avokado uchun 200 gram uchun tayyorladim. O'shaning uchun kamroq tayyorladim. Endi yana fitil stakanimizni olamiz. Ozgina gruntimizdan sog'olamiz. Mana fitil ipimizni joylashtiramiz. Ustidan yana ozgina gruntimizdan tashlab yuboramiz. Ildizlarga fitil ipimiz to'g'ridan-to'g'ri tegib qolmasligi uchun va avokadiyamizni joylashtiramiz. Bu avokadiyamiz ham mana ildizlari juda katta ekan. Bu ham sal qiyinroq bo'ladi joylashtirishimiz. Menimcha men torf ko'proq so'raganman. Torf emas, grunt ko'proq so'raganman. Endi ildizlarni joylashtiramiz. Aylantirib joylashtirsanglar, sinib, shikastlanib qolmaydi ildizlar. O'zi sekin aylanib joylashib oladi stakanga. Endi oralariga kirg'izib torf solamiz. Iloji boricha ildizni oralariga kirish kerak. Ko'rgan bo'lsangiz ildizimiz rosa zich bo'lib joylashdi. Shuning uchun oralariga ozgina grunt kirish qiyin bo'ladi. Shunisiga ahamiyat beringlar. Palchka bilan joylashtirib olmasanglar, keyin orasi bo'sh bo'lib qoladi. Orasi bo'sh bo'lib qolsa, ildizga bir-biriga tegib, chirish paydo bo'ladi. Mana ekib oldik. Buni ham avokadiyani ushlash qiyinroq, chunki grunt juda havodor, yengil. Avokadiyamiz bo'lsa kattagina avokadiya. Qachon ildizlari o'sib, grunt orasiga joylashib olganda, avokadiya o'zini qaddini bemalol o'zi tutib turadigan bo'ladi. Mashtida havo qolib ketgan ko'rayotgan bo'lsanglar, shu ildizlarning orasiga ham grunt kirgizishga harakat qilishimiz kerak, chunki ildizlar zich bo'lib bir-biriga yopishib turibdi. Bunaqa holatda chirish kelib chiqadi. Mana havo qolmadi. Joylashtirib oldik. Endi bo'sh bo'lib qolgan joylarni ustini to'ldiramiz. To'ldirmasak avokadiya o'zini o'zi tura olmaydi. Poyasi yopilmagan avokadiya o'zini tutib turish qiyin bo'ladi. Mana bo'ldi. Bu ikkinchi substratimiz edi. Bu hali grunti bosilib ketadi. Suv quygandan keyin hammasi joy-joyiga joylashib oladi va avokadiya o'zini tutib oladi. Bo'ldi. Fitiliklari ham tayyor. Ikkinchi gruntimiz bu. Ehtiyot bo'lamiz. Zo'rg'a turibdi avokadiyalar. Yengil gruntda zo'rg'a joylashib olishdi. Endi keyingisi mana ko'pchilik kuzatganlar biladi. Keyingi substratimiz moxga. Men ko'p avokadiyalarni zakritiy qilib ekaman. Zakritiy sistemada o'sish ancha tez va oson bo'ladi. Ildizlar tez rivojlanadi. Zakritiy sistema uchun bizga birinchi navbatda ozgina stakanimizni 4dan 1 qismini egallaydigan lechuzib kerak. Mana shuncha yetadi. Lechuzibni yoki perlit solsanglar ham bo'ladi. Kimlardir seramik soladi, seramik solsanglar ham bo'ladi, keramzit solsanglar ham bo'ladi. Faqat keramzitni maydaroq fraksiyasidan solishinglar kerak. Men o'tgan safargi zakritiy sistemalarimda moxga hech qanaqa qo'shimcha qo'shmagandim. Bu safar moximga men mox tozalab, bilasizlar, Xitoy mox orasida musorlar bilan keladi. Keyin yuganinglarda ichidan bir dunyo loy chiqadi. 2-3 marta buni yuvib, quyoshda quritib, mana hali ham musorlari bor. Musorlardan tozalab, keyin orasini ochib, mana bunaqa yoyilib turadigan holatga keltirdim.
bunga mayda perlit bilan, mayda bo'lib unaqa mayda emas u, lekin Eron perlitdan sal maydaroq. Shunaqa mayda perlit bilan ozgina seramis qo'shib yubordim. Bu ham moxqa havodor oralariga havo kirib turishini ta'minlaydigan bir usul. Shunaqa qilib hozirgi ekayotgan moxlarim hammasi zakrit sistemalarim shunaqa moxga perlit bilan seramis aralashgan ozgina. Xohlasanglar seramis qo'shmasanglar ham bo'ladi. Endi bu qimmat tosh, o'shaning uchun kimdir topa oladi, kimdir topa olmaydi. Seramis o'rniga faqat perlitni o'zini qo'shib qo'ysanglar ham bo'ladi, hech narsa qilmaydi. Mana shu holatda ekaman. Dichozepon bu rezervuar uchun, ya'ni suv shunga tushadi, shu orqali moxga tortiladi. Mox solamiz. Juda qattiq bosib olmaymiz, moxga ham preslab olsak ham moxda mog'orlash paydo bo'ladi, havo aylanmasdan. Har xil zamburug'lar rivojlanishi kuzatiladi. Hop, ildiz orasiga ozgina mana seramis perlit aralashmasdan tashlab olamiz. Ildizlarning orasiga kirishi uchun, boya aytganimda ildizlar bir-biriga tegib qolmasligi uchun. Tegsa ham, to'da to'p-to'p bo'lib tegib qolmasligi kerak-da. Mana. Yana bir narsa esdan chiqibdi. Moxga ekayotganimda men ko'pincha asmakot ozgina tashlab yuboraman, 3-4 tagini. Sababi mox tez qurimaydi, bilasizlar, namlikni o'zida uzoq vaqt ushlaydi. Tez qurimagani uchun moxni har doim ham sug'oravermaymiz, torfga o'xshab. Natijada masalan torfni 2 kunda bir sug'orsanglar, yozgi kunida yo 3 kunda bir sug'orsanglar, har sug'organda oziqali suv, kokteyllar tayyorlab bersanglar bo'ladi torfga. Ammo uzoq vaqt o'zida namlikni ushlaydi. Yozgi kunida masalan 4 kunda qurisa mox yoki 5 kunda qurisa, 5 kunda bir oziqali suv ichadi. Torfimiz bo'lsa 3 kunda qursa 3 kunda bir oziqali suv ichadi. O'shaning uchun moxda oziqali suv ichish imkoniyati kamroq bo'ladi, namlikni o'zida ushlab turgani uchun. Xo'l, moxga suv berolmaysizlar-ku, qachon qurisa berasizlar. O'shaning uchun moxga namligi bilan birga asmakotdagi oziqalar chiqib moxga o'tishi uchun, ildizlarga borishi uchun mox ichiga ozgina asmakot tashlab yuboraman. Mana bu yerda ham havo bo'shliqlari paydo bo'lib qoladi ozgina. Shuni chiroyli qilib kelishtiramiz, joylashtiramiz. Asmakotlarimiz ham joylashib ketdi. Mana bu avokadoni ham ekib oldik. Deyarli tayyor. Mana bo'ldi. Zakrit sistemamiz tayyor bo'ldi. Mana 3 ta avokadiyamizni 3 xil gruntga ekdik. Endi eng asosiy joyi keladi. Eng asosiy joyi nima? Bularni sug'orish. Zakrit sistemaga ekkan avokadiyamni sug'ormayman, chunki moxga eritganimda moxga namligi o'zi saqlanib qoldi o'zida. Moxga ishlatishdan oldin qo'lim bilan qattiq siqdim. Suv tomchisi tushishi to'xtagandan keyingina ishlatdim. Sababi agar bunda suv qolib ketadigan bo'lsa, tepechkaga qo'ysanglar, ildizlar chirishni boshlashi mumkin. O'shaning uchun maksimal darajada qo'lingizda siqasizlar, oxirgi tomchilar tushgandan keyin moxga ishlatsanglar bo'ladi. Oxirgi suv tomchilari tushgandan keyin buni sug'ormayman, bu o'zi nam. Keyin men bu o'zimni har doim ishlatadigan gruntim. Bunda ozgina namlik kamroq bo'lgani uchun hozir oziqali suv bilan sug'oraman. Mana oldindan oziqali suv tayyorlab qo'ydim. Buning ichida Sprint algasi bor, sirkon bor, keyin Simplex abasi bor. Sug'organda e'tibor beringlar har doim. O'simlikni, ya'ni avokadiyani mana bu poya qismiga tekkizmasdan stakanimiz atrofidan sug'oramiz. Hamma uchun mana shunaqa leyka albatta kerak, ayniqsa avokadiyalar uchun. Chunki avokadiyaning detkalarini biz ko'p boqamiz va shu detkalar uchun ko'p suv sug'organ paytimizda ko'p suv tushib ketmasligi uchun shu narsa yaxshi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, sekin sug'oraman. Faqat chetidan poya qismiga tekkizmayman. Agar poyasiga tegadigan bo'lsa, tepishga qo'yganimizda o'sha ho'l grunt tegib turgan joydan chirish boshlanib ketishi mumkin. Ko'p sug'ormaymiz. Hozir sizlarga ko'rsataman. Hop, gruntimizning namligi taxminan mashtgacha keldi mana. Namlik mashtgacha keldi. Ho'li, ya'ni suvi shotgacha keldi. Sal kamroq o'xshayapti, yana ozgina sug'oramiz. Bo'ldi, shu yetadi. Hozir kamerada ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmayman, lekin menga hozir ko'rinib turibdi. Taxminan mana mashinaga keldi namlik, ho'lligi.
Endi bu ho'l vaqt o'tgandan keyin 1 soat 2 soatdan keyin pastga qarab tortiladi. Bu tuprog'imizni ham namlaydi. Bu yoqda namlik kam qoladi, bu yoqqa beradi o'sha namligini. Shunda hammasi bir xil holatda namlanadi. Yengil namlanadi, ho'l bo'lib turmaydi. Hech qachon avokaziyani persatka qilgandan keyin jiqqa ho'l qilib sug'ormanglar и birdaniga fitilni ishga tushirmanglar. Men hozir mana fitil qildim-ku, to'g'rimi? Fitil orqali sug'orsam ham bo'lardi shuni mana. Men stakanimni ichiga suv solib, fitilni ishga tushirib qo'ysam ham bo'lardi. Men unaqa qilmadim, sababi ildizlar hozir stressda, ular ishlamayapti. Ular bir hafta, 2 hafta ishlamaydi. Ishlamagan paytida ham tuproqdagi suvni o'simlikning tepa qismiga tortish kerak ildiz. Ishlamagan paytda shu ishini bajarmaydi. Bajarmagandan keyin tuproqqa quygan suvinglar shundayligicha tuproqda qoladi. Ildiz suv tortmaydi va tuproq botqonligicha bir hafta tursa, bir hafta botqoqda turgan ildizlar chirib ketadi. O'shaning uchun teplичкаga qo'yamiz. Ildizlar tezroq stressdan chiqib olib, o'ziga kelib, o'zining vazifasini, ya'ni suv so'rish vazifasini bajarishi uchun va mana bu barglarimiz kamroq suv parlantirish uchun. Bu barglar ko'p suv parlantiradigan bo'lsa, ildiz suv tortmayapti, ishlamayapti, lekin barglar suv parlantiryapti. Ishlamagan ildiz orqali suv kelmayapti, barglar suv chiqarib olyapti. Nimani hisobiga suv ketyapti? O'simlikning hisobiga. Va barglar suv parlantiraveradi, ildiz suv tortmaydi. Natijada o'simlik tanasidan suv parlanib chiqib ketadi, o'simlik barglarini tashiydi, o'zi so'liydi. O'shaning uchun aytaman har doim ildiz rivojlanib olguncha, to o'zining vazifasini bajarib yangi ildizlar ko'ringuncha teplичкада saqlashimiz kerak, o'simligimiz tanasidagi suvni yo'qotmasligi uchun. Suv quyishni ham ko'rib oldinglar, bo'ktirib, mamutdan oqib chiqquncha suv quymaymiz. Taxminan shotlarigacha ho'l bo'lishi kerak. U yog'i namli sifatida pastga qarab o'zi yetib oladi. Sizlar mana bu suv qo'yadigan idishinglar bilan pastgacha bo'ktirib suv berishinglar shart emas. Teplичкада mana shu namligi o'zi bir hafta ham turaveradi. Qachon namligi yo'qolib, kokos to'rfi ochig'ari rangga kelib quruq bo'lib qolganda, keyin ustidan yana ozgina sug'orib qo'yasizlar. Qachon teplичкаdan chiqsa, sizlar uni fitilga solishinglar mumkin. Ildizlar zo'r rivojlanganda fitilga olishinglar mumkin. Lekin ildiz rivojlanmaguncha fitilni ishga tushirmaymiz, tagidan suv bermaymiz, ip suv tortmaydi. Suv faqat tepasidan nima desa bo'ladi, aldab yengil namlab suv berib qo'yaveramiz, o'zi teplичкада turadi bu gulimiz. Tushunarli bo'lgan bo'lsa hammaga aynan shu joyini eslab qolishinglarni so'rayman. Ko'pchilik xato qiladigan joyi ham mana shu joyi. Endi keyingi mana birinchi ekkanimizda kokos chipsi namrog'ida, baribir namning miqdori yetarli darajada emas. O'shaning uchun bunga ham ozgina suv quyib Dorilik suv bu. Tarkibida ildiz rivojlantiruvchi Sprintalga preparati bor. Undan tashqari antistress sirkon bor va oziqa sifatida ozgina Simplex Coco A bilan B o'g'iti bor. Mana buni ham nomiga yengil namladim. Tagigacha qo'l tushgani yo'q. Bo'ldi. Ko'rayotganinglar, mana detkalarni katta qiladigan, ya'ni ildizlatadigan konteynerim. Konteyner 40 litrli. Tepa qismlari havo aylanishi uchun teshib chiqilgan. 6 ta teshik ochganman. Bu yerda mana shunaqa reanimatsiya holatiga tushgan ildizlari yo'q yoki ildizi stressga tushgan gullarimiz turadi. Hozirgi ko'rsatilgan alokaziyalarimizni ham shuni ichiga joylashtiramiz. Mana birinchisi. Bu mo'xga persatka qilganimiz. Bunisi ham mana o'zimning an'anaviy ko'rintimga ekilgan alokaziyamiz. Mana tayyor. Endi teplичкani og'zini yopib, lampani tagiga qo'yamiz. Kunda 12 soat lampa yoqib turadi va ildizlar shu lampa orqali rivojlanadi. Konteynerda namli yuqori bo'lgani uchun barglar suv kamroq bog'latadi va natijada biz barg tashashini, ko'p miqdorda barg tashashini, masalan, persatkadan keyin 4 ta 5 ta barglarni tashlab olishini oldin olgan bo'lamiz. Shuning uchun konteyner qilinadi va bu namli yuqori bo'lgan sharoitda ildizlar zo'r rivojlanadi. Hozir sizlarga yana bir narsani ko'rsatmoqchiman. Mana bu aglanyama, golland sort, aglanyama stripes. Bu onasidan uzilgan va ildizlatgan suvga qo'yganidan anchadan beri suvda turibdi. Mana ildizlari chiroyli bo'lib rivojlangan. Endi shuni hozir bitta persatka qilamiz va bitta qoidani buzamiz. Men buni 200 ml stakanga fitil qilib ekmoqchiman.
boyagi tayyorlagan gruntlarimizdan chipsli gruntga ekmoqchiman. Kokos chips qo'shganimga. Chunki aglanimalar ham havodor tuproqni yaxshi ko'radi. Zich tuproqlarda ildizi juda tez chirib qoladi. O'zi aglanima alokaziyaga nisbatan kaprizli. Uni normasini topish qiyin. Shuning uchun fitilga ekyapman. Yo chanqab qoladi, yo ko'p suv berib yuboraman. Qo'ynini topish qiyinroq. Mana fitil ipini qo'ydim, ustidan ozgina grunt tashladim. Ildizlarini joylashtirib olamiz. Ozgina qiyin bo'lyapti. Ildizlari suvda bemalol o'sib o'rganib qolgan. Ozgina qiyin bo'lyapti joylashtirish. Buni ildizlari alokaziya ildizidan farqi bor. Buni ildizlari baquvvat. Alokaziyaniki nozik bo'ladi. Lekin juda chiroyli sortlar, aglanima sortlari. Hamma ham eplolmaydi, lekin hamma yaxshi ko'radi. Bo'shliqlarni to'ldirib chiqamiz. Havo qolib ketmasligi uchun. Va oxirida hozir sizlarga bitta etalgon eslatmam bor. Boyagi qoidani buzaman. O'zim o'tgan qoidani. Hozir ko'rib tursanglar, videoni oxirida bilib olasizlar. Mana yangi gruntimda ozgina ildizlarni joylashib olish qiyin bo'lar ekan. Chunki kokos chipsi ancha xalaqit berar ekan katta bo'lgani uchun. Lekin rezultati yaxshi bo'ladi menimcha, chunki men bir blogerda ko'rganimda ildizlar juda tez rivojlangan edi. O'zim ham unda logichni o'ylasam, kokos chipsi ancha-muncha havodorlikni ta'minlaydigan narsa-da. Tuproq qancha havodor bo'lsa, ildizlar shuncha yavrab o'sadi. Lekin buni ozgina mashaqqati bor ekan, shunaqa kichkina stakanchiklarga joylashtirish sal qiyinroq bo'lar ekan. Katta stakanda qiynalmaysizlar. Kichkina stakanlarda ozgina qiyinchilik paydo bo'lar ekan. Mana joylashtirib oldim. Aglanimamiz zo'r joylashdi. Ana. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? O'sha qoidani buzaman degan joyim keldi. Qoidani buzish uchun nima qilish kerak? Qoidaga amal qilmaslik kerak. Sizlarga aytib o'tdim. Ekib bo'lgandan keyin, persatkadan keyin sug'ormaymiz. Sababi ildizlar hali rivojlanmagan. Ular nobud bo'lishi mumkin. Qachon ildizlar yurishni boshlaganda biz uni sug'oramiz dedim. Lekin bu aglanimani hozir men to'liq sug'oraman. To'liq holatda sug'oraman. Tagidan suv oqib chiqishi kerak va fitil ipi qo'llanishi kerak. Sababini hozir tushuntiraman. Suv ham tugatdi. Buni sababi aglanimani men qanaqa muhitdan oldim. Aglanima qanaqa muhitda o'syapti. Men aglanimani suvli bankadan oldim, to'g'rimi? Ildizlar shu paytgacha qaysi muhitda rivojlangan? Ildizlar shu paytgacha suvli muhitda rivojlangan. Endi uni yana suvli muhitga soladigan bo'lsam, masalan, hozir mana shu fitilni polipon bu uchun suvli muhit. Chunki doimiy ipdan suv tortilib, gruntni namlab turadi. Buni ildiz ham o'zi suvli muhitda o'sib o'rgangan edi va men yana uni suvli muhitga qo'ydim. O'shaning uchun ham ildizlar stressiz moslashadi. Agar sizlarni shunaqa suvda ildiz otgan gullaringlar bo'lsa, fitilga ekib, bemalol o'sha zahotda fitilini ishga tushirib olsanglar bo'ladi. Lekin tuproqda o'sgan gullarni hech qachon biz fitilga ekib turib, birdan fitilini ishga tushira olmaymiz, chunki tuproqda o'sgan gullar, gruntda o'sgan gullar gruntga, quruq muhitga moslashgan bo'ladi. Ildizlari quruq muhitga moslashgandan keyin sizlar birdan unga bo'ktirib suv berib qo'ysanglar, fitil orqali tortilishi ham suvi ko'pligida, bo'ktirib suv berib qo'ysanglar, ular stressga tushib tashlab yuboradi ildizni. O'shaning uchun agar suvli muhitda ildiz otgan gulinglar bo'lsa, bemalol fitilga ekib, fitil qilib, fitil ipini ishga tushirsanglar bo'ladi. Yana qanaqa holatda fitil ipini birdan ishga tushirsa bo'ladi? Mineral gruntga ekkanimizda va akva gruntga ekkanimizda fitil ipini bemalol birdan ishga tushirishimiz mumkin. O'shanda ildizlar mineral grunt bilasizlar, suv o'zida saqlamaydi, lekin kerakli suvni ildizlarga yetkazib beradi. O'zida saqlamagani uchun ham ildizlar chirib qolmaydi birdan ishga tushgandan keyin. Baribir shunda ham mineral gruntda ham ildiz tashlash holatlari kuzatiladi, lekin mana bu holatda ildiz tashlamaydi, o'smagan emas, chunki o'zi suvda o'sib katta bo'lgan. Mana hozir men uni yana suvga, deyarli suvga ekdim.
Mana shunaqa bir-birini inkor qiladigan qoidalar ham bor. Vaziyatga qarab, holatga qarab, gulimizni holatiga, tuprog'imizni holatiga qarab turib, stakan tanlaymiz, substrat tanlaymiz va sug'orish tizimini tanlab gulimizni o'stiramiz. Ha, yana bir narsani aytish esimdan chiqibdi. Buni teplitkaga qo'ymasanglar ham bo'ladi. Xuddi o'zini uyda turganda yashayveradi bu. Chunki aytmoqchi, suvli muhitda yashab turib, yana suvli muhitga o'tdi. Barglar suparlantiraveradi, ildiz ham ishlayveradi. O'shaning uchun buni teplitkaga qo'ymasanglar ham bo'ladi. Keyin yana bir narsa, kuzatuvchilarim orasida, kanalimni kuzatadigan insonlar orasida bitta savol bo'ldi. Ko'p kunlaringiz zakriy sistemada ekan, ularni qanaqa sug'orasiz? Biz qiynalyapmiz deb aytib o'tgandek, boya mana shu leyka alokaziyalar uchun rosa ish beradigan leyka ekan. Suv quyishda ham adashmayman, ko'p ham quyib yubormayman, kam ham quyib yubormayman. Qarab normasida quyaman va men zakriy sistemada eng birinchi yordamchim shu leyka. Zakriy sistemada suvni mana bunaqa beraman. Leykani uchini mo'xqa bir chetidan tiqib turib, leykani siqsanglar qornidan o'zi mana suv tushadi va men suv to lechuzani balandligida bo'lguncha quyib turaman. Mana suv yetdi lechuzani balandligiga. Endi mana shu lechuza qismidan tepaga qarab so'raveradi. Qaranglar. Mana shu alokaziya metal head sorti. Tashqi ko'rinishdan oddiy alokaziyaga o'xshaydi, lekin bargini orqasidan qarasanglar, metalga o'xshab yaltiraydi. Mana shu metal head sortini anchadan beri ildizlari rivojlanmayotdi. Mana bu ildizlar eski ildizlar. Shuni chiqarganicha anchadan beri chiqarmay qo'ydi. Где-то bir oyla bo'ldi. Bir oylardan beri ildiz rivojlantirmayotdi. Mana bugun yangi ildiz chiqaribdi. Kecha ham shu ildiz yo'q edi. Mana bu yoqdan yana bitta yangi ildiz chiqargan. Sababi men kecha gullarimni uy ichiga ko'chirdim. Chunki bular turgan joy juda isib ketdi. Natijada bular o'sishdan to'xtab qolishdi. Klubenlarim pishib qoldi. Alokaziyalarim o'sishdan to'xtab qolishdi va uy ichiga ko'chirdim salqinroq joyga. Natijada mana yangi barg hosil qilgan va yangi ildizlar o'stirishni boshladi. Bunisi alokaziya Friday Tatu. Orqalari jabrali bo'ladi. Rosa chiroyli sort. Mana holati zo'r, mana qimillab, mana shalpayib tushmaydi. Bu ham yangi ildizlar rivojlantirdi mana. Mana bu oq ildizlar yangi ildizlari. Buni ham zakriy sistemaga ekkanman, mana chanqab qolibdi. Buni ham xuddi shunaqa qilib sug'oraman. Mana leykani uchki qismini stakanni devoriga teqqizsanglar, o'zi shu devordan oqib tushib ketaveradi pastga qarab. Lechuzani ko'mguncha suv qo'yasizlar. Suvim lechuzani ko'mdi. Endi lechuza o'tgacha, suv ham shotgacha bo'lib turibdi. Mo'xga o'zi sekin tortilib oladi. Keyin yana bitta zakriy sistemamiz. Regal Shields. Buni ham ildizlari rivojlanyapti. Ko'z tegmasa mana oq-oq yangi o'sgan ildizlar, mayda zo'ruvchi ildizlarni ham rivojlantiryapti. Bu ham mana qup-quruq holatda. Mo'x qurigani qanaqa bo'ladi deb ko'pchilik savol beradi. Qayerdan bilamiz mo'x quriganini deyshadi. Mana hashaga o'xshab qoladi. Unda o'shasanglar shitir qilib, hashaga o'xshab rangi oqarib qoladi. Mana bu yashil qismlaridan bilinmaydi-yu, lekin ustki qismidan shunday bilsanglar bo'ladi. Buni ham xuddi shunaqa qilib sug'oraman. Lechuzani ko'mgunicha. Ildizlar to'lganidan lechuza ko'mildimi yo'qmi ko'rinmay ham qolibdi. Mana bo'ldi. Gullarimizni sug'orib oldik. Perisatkalarni qilib oldik. Endi natijalarni birgalikda kuzatib boramiz. Natijalarni qo'yib boraman, xudo xolasa, ko'chirgan alokaziyalarimiz injiqlik qilishmasa, oldingi sortga o'xshab o'zini yo'qotib qo'ymasa, birgalikda kuzatib boramiz sizlar bilan.